Zarifa Zinura degan profil egasi savol beryaptilar. Zilol opa, assalomu alaykum. Qoni suyuq odam zuluk olsa bo'ladimi deyaptilar. Endi qoni suyuq insonni biz qayerdan bilamiz? Albatta faqat qon tahlillariga qarab bilishimiz kerak va qoni suyuq odamga zuluk qo'yilmaydi. Muslima Ortiqova savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Zuluk chaqqandan keyin qizarish yoki ko'karish, shish, bez tushishi nimadan bo'ladi? Bir patsientga tizzalariga zuluk qo'yganimdan keyin bez tushib, qichishib, istimalabdi. Buni sababi nima deb savol beryaptilar. Endi bunday o'ylab qarasak, hammasi bir xuddi nojo'ya ta'sirlarga o'xshaydi, ammo lekin bu ba'zi holatlarda normal hisoblanadi. Chunki mana shu inson qanchalik shu shlaki ko'paygan, toksin ko'pligidan mana shunaqa pristavishna reaksiya deymiz, uni 4 xili bo'ladi. Shu narsalar bo'ladi. Eng oxirgisi hattoki shu inson istimalashi mumkin. Bunda qo'rqish kerak emas. Lekin bitta narsa, masalan, mana oyoqqa qo'ydilar. Endi bilmadim, balki bular birinchi kunda oyoq qo'yilgandirlar, lekin metodika bo'yicha birinchi bel, jigar, keyin sekin oyoqqa tushish kerak. Shunaqa taraflari ham bor. Etap qilish kerak bo'ladi. Albatta. Xo'p. Nima uchun hozirgi zuluklar tez tushib ketadi? Unchalik katta ham bo'lib ketmaydi deb savol beryaptilar. Endi bilasizmi, birinchidan razmeriga ham qarashimiz kerak. Keyin baribir mana nimaga aytiladi, bahor, kuz deydi. Masalan, men даже hattoki insonlarga aytaman, shunaqa insonlar bor, tez-tez ovqat yeb turib ketadi, to'g'rimi? Kimdir uzoq nima qiladi. O'zi ko'pincha shu 4-5 ta zuligingizda bittasi shunaqa bo'ladi, bittasi sal sekinroq ish qiladigan bo'ladi. Endi bu tirik narsa, ular tirik. Va bilasizmi, shunaqa serotonin gormoni bor. O'sha gormonga ham juda ham ko'p narsa bor. Masalan, bizda ham serotonin gormoni bor, zulukda ham shu gormon bor. O'sha gormonni kam ko'pligiga ham shu narsa bog'liq, ya'ni shu tez ishini qilib tushib ketishi, bu yomon tarafi yo'q, bu shunaqa. Va endi albatta bitta narsani aytib o'tmoqchiman, kichikroq zuluklar, masalan, biz kosmetik deymiz, yuzlarga qo'yamiz yoki masalan bepushtlikdan qo'yamiz ayol erkaklarga, bu yerga albatta faqat kichkina shu kosmetik zuluk qo'yiladi. Ular tez tushadi, chunki o'zi hajmi, razmeri kichkina. Xo'p, demak, Iroda Abdujabbarova savol beryaptilar. Assalomu alaykum, jonkuyar ustozlar. Anginasi bor, ba'zilar quloq suprasini tildirib qon chiqartirganini eshitganman. O'zimga ham 7-8 yoshimda shunday muolaja qildirishgan. Anginada ham zuluk solsa foyda beradimi va qayerga solinadi? O'g'limga angina bor, 12 yosh, quloqdan qon chiqarishga qo'rqyapti ochig'i deb savol beryaptilar. Endi to'g'ri, masalan, oldin men ham shu birinchi yillar boshlaganimda shu angina sohasiga aynan shunaqa o'z nuqtalari bor, qo'yardik. U bor u nuqtalar. Hozirgi paytda men u nuqtalarni ishlatmayman, qo'ymayman. Nimaga desangiz, hozir juda ham kuchli allergiya bor insonlarda. Ular o'zlari ham bilmasligi mumkin. Endi bilamiz, bu tomoq sohasi baribir qandaydir nima deydi, xavfli joy. O'shaning uchun anginani juda ham yaxshi biz losh shifokorlarimiz davolashadi. Uni o'zini nima deydi, sxemasi bor, o'zini masalan standarti bor. Endi o'sha yaxshi bo'lgandan keyin shu immunitet ko'tarish maqsadida shu o'zini tochkalari bor, masalan, jigar sohasiga, masalan, yelka sohasiga, shu sheyno-varotnikov zonaga qo'ysa bo'ladi. Albatta uni qon tahlilidan keyin. Zulukni qishki va yozgi mavsumda qanday saqlash kerak? Qaysi turlari qaysi mavsumga chidamli yokida chidamsiz, tez o'lib qoladi? Qaysi biri tez o'lib qoladi, qaysi biri chidamli deb savol beryaptilar. Endi o'zi aslida zulukni parvarish qilishiga bog'liq. Masalan, zuluk juda ham toza suvda yaxshi ko'radi. Ular nihoyatda chistoplodni, hattoki ular shunaqa показатель, toza suvda yursa, u suvni ichsa bo'ladi deb oldin qandaydir bu ekologiyada hattoki показатель bo'lgan, zuluk yuribdimi, suv toza ekan deb. Endi unda masalan, men ham qizlarimga o'rgataman, uni krandan shunday xlorkali suvni qo'ymanglar, o'zi bir kun suv turgan suvni quyish kerak. Keyin bir kunda bir necha marta suvni almashtirish kerak. Chunki masalan, biz mana qo'lda olganimizda har safar biz qo'limizni shu suvga solganimizda zuluklar nima desam ekan, bezovtalanishadi, chunki baribir issiq qonni, xuddi akulalar qonni sezgandek, bular ham shuni sezishadi va shu narsa ularni charchatadi. Shuning uchun iloji bo'lsa, endi har ishlatganingizdan keyin emas, endi ora-orada bir kunda
4-5 marta suvni almashtirish kerak, chunki ular o'shanda birpasda o'lib qoladi. Nimaga? Ularda shunaqa xuddi ilon po'st tashlagandek plash degan narsa bor, o'shani tashlaydi. Endi u shilimshiq narsa, agar suvda u ko'payib ketsa, ular havo yetmay shu o'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun parvarishga bog'liq. Yana temperaturni rejim. Masalan, bular juda shovqinni yoqtirishmaydi. Keyin issiq havoni issiq, mana masalan men yozda umuman qo'ymayman. 3 oy men yozda qo'ymayman, chunki 3 oy bu zuliklar ham shunaqa dam oladigan, nima deydi, nasl qoldiradigan payti bo'ladi. Lekin mana bahor kuzda ular juda ham yaxshi formada bo'ladi, lekin shunda ham shu suvga qarab, tinch, qorong'i joyda ushlash kerak. Endi yozda ba'zi xolodilnikda lekin ushlashadi. Yana bir savol beryaptilar shu profil egasi. Demak, birinchi kunidayoq sizni birinchi kindik qismingizga qo'yamiz deyishayotgan ekan. Ya'ni og'riyotgan, bezovta qilayotgan tochkangiz bilan emas, aynan kindik qismiga qo'yib, undan keyin demak, keyingi muolajalarda og'riyotgan, demak, tochkalarga qo'yishni maslahat berishayotgan ekan. Bu qanchalik to'g'ri? Endi bilasizmi, masalan, shunaqa joylar bor, masalan deylik, yana o'sha oyoqqa qaytamiz, birinchi kun oyoqqa qo'yish mumkin emas. Umuman, masalan, bizga ustozlar shunaqa o'rgatishgan. Nimaga deysiz, limfostaz degan narsa bor. Ya'ni o'sha hamma qon borib, o'sha juda ham kuchli shish beradi, juda ham kuchli o'sha mahalliy isitma, temperatura, shu narsa ancha kuchayadi. Uning uchun masalan birinchi kun yoki mana shu ko'pchik deymiz bel sohasi pastiga qo'yiladi birinchi kun, yoki jigarga yoki o'sha kindikda atrofiga qo'yilsa, ya'ni asosiy razgruska, ya'ni asosiy katta magistral shu sosullarda razgruska bo'lgandan keyin o'sha boshqa joyga lokalni qo'yilganda ancha effekt kuchayadi. Zo'r. Xo'p, demak keyingi profil egasi. Assalomu alaykum. Ko'krak sohasida, demak, mastitga zuluk qanchalik foyda beradi ko'krak sohasiga deyish. Endi bilasizmi, masalan, shu kitobda o'qiganda o'zim ham hayron qolganman. Mastitga zuluk qo'yish 100% effekt deb yozilgan. Endi to'g'ri bo'lishi mumkin. Endi 100%ligini bilmadim, chunki to'g'risini aytsam, men mana shu 25 yilga yaqin zuluk qo'yayotgan bo'lsam, hali birorta patsientimga qo'ymaganman, lekin pokazaniya bor. Endi qarang, mastit ko'p kim bo'ladi? Yosh kelinlar shu nima emizayotganda shu holatga kelib qolishadi, ular ko'pincha qo'rqadi u narsadan. Shuning uchun biz qandaydir bu narsaga nima deydi, nima ishimiz tushmagan, ammo lekin pokazaniyada bor, ya'ni mumkin. Ya'ni yo'q, mumkin emas deya olmayman. Qilsa bo'ladi, faqat shu qarab, kichikroq zuluklarni qo'yib, shu spetsialist o'zi tomirlarga qarab qo'ysa bo'ladi. Xo'p, keyingi savol berishyapti. Davleniyaga boshni orqa qismiga 3 ta zuluk solgan edim. Quloq orqasiga bez tushib, ishib ketdi. Sabab nimada deyishyapti bular ham. Endi bunaqa holat ko'p bo'ladi. Juda ko'pchilik qo'rqib ketishadi, chunki shu limfa bezlar, limfa tugunlar xuddi ishib, qatib, nima desam ekan, og'riqli hattoki bo'ladi. Endi masalan zuluk nimani tozalaydi? Limfani tozalaydi. Ya'ni limfa tugunlar. Bu ham shunaqa ответная reaksiya. Buni qo'rqish kerak emas. Hattoki masalan bizga o'rgatishganda hattoki dori ham ishisa buyurilmaydi. Endi men mayli shu kalsiy glukonat degan dori bor, shuni bir tabletka 3 mahal iching deyman. Bu o'zi shunaqa bo'lishi mumkin. Bundan qo'rqish kerak emas. Bu yana ham shu immunitetni, tabiiy shu immunitet bilan shu kurashish, shu bitta bir nima desam ekan, bir simptomi. Xo'p, Madifa klinik hijama, demak, profil egasi yozyapti. Assalomu alaykum. Zulukni birinchi bo'lib anusga qo'yish foydali ekan. Demak, har bir kelgan patsientga shu tarzda qo'ysak bo'ladimi? Davleniya, allergiya, jigar va o'tda muammo, oshqozon, demak, ichak kasalligida ham deb savol beryaptilar. Endi bu juda ham yaxshi nuqtalar. Единственное shunaqa narsa bor. Shu bemor shunga xo'p deydimi, yo'qmi, shu narsa bor. Endi buni spetsialist shuni tushuntirib, shuni qo'ysa yaxshi bo'ladi deb. Endi biz ko'pincha to'g'risini aytsam, gemoroyda faqat bu nima deydi, nuqtalardan nima deydi, ishlatamiz. Lekin foydasi juda katta. Nimaga? O'zi masalan kasallik bemorga tushuntirganingizda shu bel sohasi pasi asosiy shu joyda razgruska qilish kerak. Ya'ni shu malый taz deymiz. O'shanda razgruska bo'lsa ancha qonlar yaxshi yurishib, hattoki keyin boshqa joyga masalan yurak jigarlarga qo'ysangiz, o'sha aytganda effekti yaxshi bo'ladi. Lekin bu nuqtalar haqiqatan qo'yiladi, haqiqatan foydasi juda katta. Zulukni razmeriga qarash kerak. Mana katta, kichik, katta zuluk qo'yish mumkin emas. Chunki bari o'ziga yarasha haligi boshqacha sal kровотечение, qon ketishlar bo'lib qolishi bo'lib qolmasin. Lekin shu 2-3 ta dona qo'ysa bo'ladi. O'rtacha kichikroq zulukchalar.
Endi yana shunaqa savollar borki, Zo'ra opa, mana katta, kichikligi, o'rtacha. Endi kimlardir aytadi, katta zulik qo'ymanga deydi. Ko'proq so'rsin qonni deydi. Shunaqa tushunchalik bor insonlar. Bunga qanaqa qaraysiz? Misol uchun qanchalik, demak, kichkinasi demak foydalimi, o'rtachasi foydalimi, kattasi foydalimi zulik? Endi bilasizmi, zuliyni hammasi foydali. Ayniqsa mana tibbiyotda ishlatsa bo'ladigan zuliylar hammasi foydali, lekin men o'zimni shu nima deydi, opitimga qarab aytaman, men masalan katta juda zuliklarni ishlatmayman. Chunki birinchidan bu juda og'riqli. Endi masalan meni bemorlarim u og'riqni endi nima qilisha olmaydi. Juda ham og'riqli, keyin sal bitishi ham salgina qiyin. To'g'rimi deb o'ylasangiz, so'lak bezni o'zini bitkazdiradigan dorisi ham bor. Shuning uchun qandli diabetga ham qo'yamiz, faqat uni shu qand miqdorini ko'rib, masalan juda baland bo'lsa qo'yilmaydi, chunki ular kechasi qashlab yuborishi mumkin, infeksiya kirgizib yuborishi mumkin. Va masalan men o'zim, bu meni shaxsiy nima desam ekan fikrim, men katta zuliylarni ishlatmayman. Men o'rtacha va kichkina kosmetik zuliylar ishlataman. Chunki masalan shunaqa sohalar bor, mana ayol kishiga, yuzlariga yoki shu aytganingdek ginekologik kasalliklarda shu bepushtli deymiz, o'sha pastlariga, chunki juda ham teri nozik, juda ham ehtiyot bo'lish kerak prostatitda. O'sha kichkinagina kosmetik deymiz zuluklar qo'yamiz. Boshqa sohaga ko'pincha shu o'rtacha zuluklarni qo'yaman. Endi masalan ko'p so'rish nima uchun? Uni zuliyni biz dori uchun qo'yamiz. U dori tushgandan keyin aylanib shu butun organizmda o'zini ishini qilib bo'ladi. O'shanga qarab keyin qon oqadi. Lekin bu zulik qancha ko'p tortib olsin, u narsa sal. Tushunarli. Zo'ra opa, rahmat. Kattakon, juda ham qisqa lo'nda javob berdingiz. Endi sizga savol. Mana shu savollarni, demak, eng ichidan eng yoqqani qaysi bo'ldi sizga? Bir eslatib o'taymi savollarni? Yoki shart emasmi? Yo'q, shart emas. Qaysi bir? Endi bilasizmi, mana shu limfa tugunlar ko'p uchraydi. Bemorlar vakuumga tushadi, ishib qolishi. Endi bilasizmi, masalan, men o'rgatayotganda aytaman, sizlar aytinglar, qon ketishini, mana shu sal qizarish, qichishi bo'lishini bemorni tayyorlaylik. Lekin har bittasiga biz mana shu limfa tugunlar bo'lishi mumkin desangiz, u odam shuni kutadi va psixosomatika degan narsamiz bor. Psixologik inson shuni unda bo'lishi mumkin shu narsa. O'shaning uchun endi baribir qo'ng'iroq qilgan doktor mana shunaqa limfa tugunlar bo'ldi desa, shu spetsialist mutaxassis tushuntirgandan keyin u ham tinchlanadi-da, shu kerakli muolajasini qiladi. Juda ham dolzarb savol berdilar, to'g'rimi? Demak, Muslima Ortiqova profil egasi aynan bu savolni berdilar. Demak, ularni tabriklasak bo'ladi. Zo'ra opaga, demak, mutaxassisimizga bu savol yoqdi. Demak, bu savol yoqqan, demak, savol egasiga aynan biz Shifo klub hamkorligida, demak, kurs tashkil etilyapti. Aynan mana shu kursga, demak, yaxshigina foizda chegirma beramiz. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Demak, o'rtoqlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Bu sizni savolingiz, demak, loyihasi edi. Savolingizni bizga bering, aynan biz mutaxassisga borib beramiz va qisqa lo'nda javoblarni olib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Rahmat.